هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Nahl suresi tefsiri 12. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kathir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Nahl suresi 12. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Allah sizlarga kechini, kunduzni, kunni, oyni bo'ysundirib berdi. Yulduzlarmi Allohning amri bilan bo'ysundirilgandir. Tushunadigan qavm uchun buningda nurg'un dalillar bor. Allah yana yer yuzida sizlar uchun yaratgan rangarang narsalarni sizlarga bo'ysundirib berdi. Va'zi nasihat oladigan qavm uchun buningda albatta ibrat bor. Kecha bilan kunduzning kun bilan oyning bo'ysundirilishida va zimindan chiqarilgan narsalarda Alloh taolaning qudratini ko'rsatadigan dalillar borligi. Alloh taolo bu oyatda o'zining kun bilan oyni to'xtamay aylanadigan qilib bo'ysundirib berganligida kecha bilan kunduzni bir-birini qo'g'lashib mangadigan qorong'u kechalarda yo'l tepib menish uchun osmonlarning atrofida turg'un yulduzlarni va sayyorlarni nurli qilib berganligida bularning har biri Alloh taolo belgilab bergan harakat o'lchami bo'yicha o'z o'qi atrofida sayr qiladiganligida uning sayr qilishi belgilangan o'lchamdan ozroqmi eshib va yoki kam bo'lib qolmaydiganligida Alloh taoloning qudratini ko'rsatadigan katta dalil paketlarning borligini bandalarning samiga soladi. Ularning hammasi Alloh taolaning boshqarishi, hukmronligi, bo'ysundirishi, oldin ola o'rinlashtirishi va osonlashtirishi bilan bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: Shubhisizki Rabbinglar Alloh osmonlarni va zaminni 6 kunda, ya'ni 6 davrda yaratdi. Ondan o'zining ulug'ligiga loyiq ravishda arsh ustida qaror oldi. Allah kecha bilan, ya'ni kechining qorong'uligi bilan kunduzni yopidi. Kecha bilan kunduz bir-birini qo'g'lashidi, ya'ni davomli o'rin almashib turdi. Allah quyosh, oy va yulduzlarni Allohning amriga bo'ysundirilg'uchi qilib yaratdi. Yaratish va amr qilish, ya'ni koinotni tasarruf qilish rastınla Allah'ın ilkididir. Alemlerinin Rabbi Allah'ın derecesi kattıdır. Şunun için Allah Teala mundaq dedi: Düşünüdüğün kavim için bunun da nurgun deliller var. Yani Allah Teala'nı tanıydıgan ve Allah Teala'nın paketlerini düşünüdüğün kavimge Allah Teala'nın büyük kudretini ve katta hükümranlığını gösterdiğin deliller var. Allah yana yer yüzüde sizlar uchun yaratgan rangarang narsalarni sizlarga bo'ysundirib berdi. Alloh taolo osmonning dalil paketlarini bayon qilish bilan birga yana yer yuzidagi Alloh ne'mat qilib yaratib bergan rangi, turi, shakli har xil bo'lgan hayvonotlar, madanlar, o'simliklar, buningdan boshqa jonsiz narsalar va u narsalardan ilinadigan umumiy va xususiy manfaatlarni bayon qildi. Va'z nasihat oladigan qavm uchun buningda albatta ibrat bor. Ya'ni bandalar Alloh taolaning bergan ne'matlariga shukr etishi lozim. Allah sizlarni dengizning yeni go'shtlari, ya'ni beliqlarini yesin, taqaydigan zinnat buyumlari, ya'ni unchi marjonlarni chiqarsin deb
sizlarga dengizni bo'ysundirib berdi. Allohning ne'matlarini talab qilishinglar va uningga shukr qilishinglar uchun Allohning bo'ysundirishi bilan yemek ichmaklar va yuk taqla qachilangan kemalarning dengizda do'lqin yurib ketayotganligini ko'rsan. Zaminning sizlarni tavratmasligi uchun Alloh uningga tog'larni barpo qildi. Ziraatlaringlarni, charu mollaringlarni sug'urishinglar uchun eriq o'stanglarni izib qolmasliginglar uchun yo'llarni paydo qildi. Yo'llarga belgilarni qildi. Ular kechisi quruqlikda va dengizlarda yulduzlar bilan yo'l topadi. Bütün kainatni yaratgan Alloh bilan hech narsani yarata olmaydigan butlar o'xshash bo'lamdi? O'ylamamsizlar. Agar Allohning sizlarga bergan ne'matini sanasanglar, uning hisobini elib bo'lolmaysizlar. Shubhisizki Allah sizlarning bu jihatdagi yetarsizlikinglarni albatta mag'firat qilguchidir. Bandalariga mehribondir. Dengizlar, tog'lar, daryo o'stanglar, yo'llar va yulduzlardagi Alloh taolaning qudratini ko'rsatadigan alomatlar. Alloh taolo bu oyatda do'lqinlanib turg'uchi dengizning bo'ysundirilganligidan xabar berdi. Alloh taolo bandalari uchun dengizni bo'ysundirib, dengizda safar qilishni osonlashtirib berganligini, uningda kitlarni va beliqlarni yaratganligini, ularning mayli teriki yoki o'liki bo'lsin, ehromdan chiqqanda bo'lsin yoki ehromda bo'lsin, go'shtlarini bandalari uchun halol qilib berganligini va dengizda marvoyit va qimmatbaho javharlarni yaratganligini, bandalarning zibo zinnat qilishi uchun dengizning ostidan suzib elishni osonlashtirib berganligini, dengizni yerib mangadigan kemalarni ko'tarishga dengizni bo'ysundirib berganligini, dengizni yerib mangadigan kemalarni ko'tarishga dengizni bo'ysundirib berganligini, bularning hammasining ularga berilgan ne'mat ekanligini bayon qildi. Mundaq ko'z qarashmi bor? Kema o'zining egiz tumshuqi bilan dengizni yerib mangadi. Alloh taolo u egiz tumshuqni yasashni bandalarga bildirdi va kema yasashni Nuh alayhissalomdan miros qilib qoldirib, uning egiz tumshuqini yasashga yetakladi. Nuh alayhissalom kemaga eng dastlabda chiqqan, shundaqla eng dastlabda kema yasash o'rgatilgan kishidir. Shuningdan boshlab insonlar Nuh alayhissalomdan kema yasashni va ishlatishni o'rganib, asrlarga avloddan avlodga dunyoning bir chetidan yana bir chetiga safar qilishni davomlashtirib kelmoqda. Shuning uchun Alloh taolo mundaq dedi: Allohning ne'matlarini talab qilishinglar va uningga shukr qilishinglar uchun, ya'ni Alloh taolaning ne'matlari va ihsoniga shukr etishinglar uchun Allohning bo'ysundirishi bilan yemek ichmaklar va yuk taqala qachilangan kemalarning dengizda do'lqin yerib ketayotganligini ko'rsan. Ondan Alloh taolo zaminning tavrab ketib ustidagi jonliqlarning yashashiga imkon bo'lmay qolmasligi uchun egiz tog'larni zaminni tavratmay mustahkam turadigan qo'ziq qilib yaratganligini bayon qilib mundaq deydi: tog'larni zaminda muqim qildi. Eriq o'stanglarni izib qolmasliklari uchun yo'llarni paydo qildi. Ya'ni zamin ahliga rizq bo'lishi uchun bir yerdan yana bir yerga oqadigan daryo o'stanglarni barpo qildi. Uningda oqadigan suvlar, yerlar, quruqliqlar, cho'llar, tog'lar va to'piliklarni kesib o'tib,
u yiqib o'tgan joylardagi kishilarga Alloh taolaning izni bilan manfaat berdi. Shundaqla u daryo o'stanglardagi suv zaminda o'ng so'l janub shimol taraflarga Alloh taolo iroda qilgan, o'rinlashtirgan va bo'ysundirib, qulaylashtirib bergan bo'yicha ba'zida ko'p, ba'zida oz, ba'zida tez, ba'zida asta, ba'zida uzilib to'xtab va ba'zida davomlashib oqadi. Alloh taolodan boshqa hech iloh yo'qdir. Alloh taolodan boshqa hech Rabb yo'qdir. Shuningdek, Alloh taolo zaminda shaharlardan shaharlarga boradigan yo'llarni paydo qilib berdi. Hattoki Alloh taolo tog'lardan o'tishi uchun tog' ig'izlarini qilib berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: ularni safarda ko'zlagan maqsadlariga yetib olsin deb tog'larda keng yo'llarni yaratdik. Yo'llarga belgilarni qildi. Ya'ni quruqliq va dengizda safar qilguvchilarning yo'lidan izib qolmaslik uchun belgi bo'ladigan cho'ng tog'lar, kichik to'piliklar va shuningga o'xshash belgilar bor. Ular kechasi quruqlikda va dengizda yulduzlar bilan yo'l topadi. Ya'ni kecha qorong'uligida yo'l yurganda deganlik bo'ladi. Bundaq bo'ladiganligini Ibn Abbos mu bayon qilgan. İbadet qilishning Alloh taologa mansub ekanligi. Alloh taolo o'zining kattaligiga ibodat qilishning faqat Alloh taologa xos ekanligiga, Alloh taolodan boshqa ma'budlarning hech narsani yarata olmaydiganligiga, balki ularning yasagan narsa ekanligiga dalil keltirib mundaq deydi: bütün kainatni yaratgan Alloh bilan hech narsani yarata olmaydigan butlar o'xshash bo'lamdi? O'ylamamsizlar? Ondan Alloh taolo o'zining ularga bergan ne'matlari va qilgan ehsonlarining ko'pligini bayon qilib mundaq deydi: agar Allohning sizlarga bergan ne'matini sanasanglar, uning hisobini ilib bo'la olmaysizlar. Shubhisizki Alloh sizlarning bu jihatdagi yetersizlikinglarni albatta mag'firat qilg'uchidir. Bandalarga mehribondir. Ya'ni Alloh taolo haqiqatan kechirguchidir. Agar Alloh taolo sizlarga bergan ne'matlarining hammasi uchun sizlarning shukr etishinglarni talab qiladigan bo'lsa, albatta sizlar shukr etishga ojiz keladinglar. Agar Alloh taolo sizlarga shukr etishga buyruq qilgan bo'lsa, albatta uning ojiz kelganlikdan uni o'rinlay olmagan bo'ladinglar. Agar Alloh taolo sizlarni shukrni to'liq o'rinlay olmaganliginglar uchun azoblamoqchi bo'lsa, albatta azoblayveradi. Alloh taolo sizlarga zulm qilmaydi, balki nihoyat mag'firat qilg'uchidir va mehribondir. Gunoh qancha ko'p bo'lsa-mu mag'firat qiladi. Savob qancha oz bo'lsa-mu mukofot beradi. La ilaha illalloh. Ibn Jarir bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi: sizlar ne'matning ba'zisiga shukr etib bo'lmaslikdek kamchilikinglarga tavba qilib, Alloh taologa bo'ysunishga va Alloh taoloning roziligiga erishishga qaysanglar, Alloh taolo sizlarni mag'firat qiladi. Tavba qilganinglardan keyin sizlarga rahmat qilib azoblamaydi. Allah sizlar yoshirgan va oshkor qilganning hammasini bilib turdi. Ularning Allohni qo'yib ibodat qilganlari, ya'ni butlari hech shay'ini yarata olmaydi, balki ularning o'zlari yaratilgandir, ya'ni insonlar tarafidan yasalgandir. Ular, ya'ni butlar terik emas, o'likdir. Ular cho'qing'uchilarining qachon qayta terildirilganligini uqmaydi. Alloh taolo bu oyatda
ko'ngillardagi sirlarni xuddi oshkor narsalarni bilgandek biladiganligini va pat arada keladigan qiyomat kunida kishilarning amalini yaxshi yoki yomonlikqa qarab mukofot yoki jazo beradiganligidan xabar berdi. Mushriklarning ilahlarının yaratquchi emas, balki yaratılğuchi ekanligi. Allah Teala'nın qo'yib cho'qinayotgan butlarının hech narsani yarata olmaydiganligidan, aksicha u butlarning yaratilgan maxluqlar ekanligidan xabar berdi. Allah Teala'nın do'sti İbrahim alayhissalom bu haqda mundaq degan: "O'zinglar o'yib yasagan butlarga cho'qinamsizlar? Halbuki sizlarni va yasagan narsanglarni Allah yaratgandir. Ular, yani butlar terik emas, o'likdir. Yani o butlar anlayolmaydigan, ko'rolmaydigan, aqlsiz va jonsiz quruq sapaldır. Ular cho'qing'ichilarning qachon qayta terildirilganligini uqmaydi. Yani ular qiyomatning qachon bo'ladiganligini bilmaydigan tursa, ulardan qandaqmi savob va mukofot umid qilinsin? Manfaat, savob va mukofot faqat hammani biladigan va hammani yaratquchi zot Alloh taolodanla umid qilindi. Sizlarning ibodat qilishga loyiq ilahinglar birdir. Ahiretga ishonmaydiganlarning dillari Allohning birligini inkor qiladi. Ular cho'ngchilik qilib, haqni qabul qilishdan bosh tortquchilardir. Allah ularning yoshirganlarini va oshkor qilganlarini rostli bilib turdi. Allah takabburlik qilguvchilarni haqiqatan do'st tutmaydi. Fakat Allah Teala'nınla ibadetke layık ekanligi. Allah Teala bu ayette özünün hakikaten hemmeden bihacet, yalğız bir ilah ekanligini ve kafirlarning onu inkar qiladiganligidan xabar berdi. Allah Teala ularning onundan hayron qolganligidan xabar berib mundaq deydi: O nurgun ilahlarını bir ilah kılmakçı mı? Bu hakikaten galiti iş. Yalğız Allah tılgı ilinsa, ahiretke işenmeydiganlarının dilleri sıkılıp gidiyor. Allah'tan başka ma'budlar tılgı ilinsa, ular hoş bulup gidiyor. Ular çoğunçılık kılıp, haqni qabul qilishdan baş tortquchilardir. Yani ular Allah Teala'nın bar ve birlikini inkar qilish bilan birga Allah Teala'ga ibadet qilishdan mu baş tortadi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: Şübhisizki mening ibadetimdan cho'ngchilik qilib baş tortadiganlar har holda jahannamga kirdi. Allah ularning yoshirganlarini ve aşkar qilganlarini rastlı bilib turdi. Yani ularning şu qilmishlariga qarata pat yaqinda jazo berdi. Allah takabburlik qilg'uchilarni haqiqatan do'st tutmaydi. Ularga, yani mushriklarga, Rabbinglar Peygamberge nimelerni nazil qildi deyilse, ular masxir qilib, qadimkilarning afsonalarini nazil qildi deyishidi. Ular qiyomat kuni o'zlarining gunohlariga to'liq javobgar bo'lishlari va o'zlari tarafidan bilmasdan azdirilganlarning bir qism gunohlariga o'zlari javobgar bo'lishlari uchun yuqorqi bo'hton so'zlarni qildi. Ularning javobgar bo'ladiğini nima degan yomon. Kafirlarning vahiydan yüz o'rganligi va ularga azobning hassilab bo'ladiganligi. Allah Teala mundaq deydi: Vahiyni yolg'on degichilarga
Rabbinglar payg'ambarga nimalarni nozil qildi deyilsa, kofirlar javob berishdan yuz o'rib mundoq deydi. Qadimkilarning afsonalarini nozil qildi, ya'ni hech narsa tushmadi. Bugun faqat ilgarikilarning kitoblaridan ilingan afsonalar o'qib berildi deyishdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi. Ular aytdi: "Bu burunqilarning afsonalaridirki, ularni u yozdirib olgan. Hepsi qilib olish uchun uningga atigan oqshomda o'qib berilyotdi." Ya'ni ular payg'ambar alayhisalomga bo'hton choplaydi va bir-biriga zid asosi bo'lmagan har xil gaplarni deyishdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: "Mushriklarning sening uchun nurg'un misollarni keltirganligiga qarag'in. Ular ozdi, to'g'ri yo'l topolmadi." Mundoq deyishdiki, sabab shuki, haqdan chiqib ketgan har qanday kishi nimalar desa xatolashidi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Mushriklar payg'ambar alayhisalomni sehrgar, shoir, rambal va majnun deydi. Ondan ular o'zlarining kottibeshi Valid ibn Mughiraning to'q chiqqan so'zini deyishga qaror qilishdi. Alloh taolo Validning bu qilmishlari haqida mundoq deb xabar qiladi. U payg'ambar va Qur'on haqida o'ylandi. Qur'on to'g'riliq nima deyishni va qandoq bo'hton qilishni planladi. La'nat bo'lsinki, u qandoq planladi? Yana la'nat bo'lsinki, u qandoq planladi? Ondan qo'shumisini turdi va chiroyini purishtirdi. Ondan iymondan yuz o'rdi. Payg'ambarga ergishishdan takabburlik bilan bosh tortdi. Bu kalomulloh emas. Faqat o'rganilgan sehrdir. Bu faqat inson so'zidir dedi. Ular Validning so'ziga qo'shilib, uning fikri bo'yicha qiladigan bo'lishib tarqashdi. Uning fikri bo'yicha qiladigan bo'lib tarqashdi. Alloh taolo ularga la'nat qilsin. Ular qiyomat kuni o'zlarining gunohlariga to'liq javobgar bo'lishlari va o'zlari tarafidan bilmasdan ozdirilganlarning bir qism gunohlariga o'zlari javobgar bo'lishlari uchun yuqorqi bo'hton so'zlarni qildi. Ya'ni ularning o'z gunohlarini o'zlariga ergashgan va qo'shilgan kishilarning gunohlarini ustiga elish uchun biz ularning shundoq deyishini o'rlashtirdik. Ularning azg'an xatoligi o'zlariga bo'ladi va ular boshqalarni ozdirganligi uchun ularga ozdirilganlarning xatoligini ularga bir hassa berildi. Ozdirilganlarning xatoligidanmi ularga bir hassa berildi. İmam Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Kimiki boshqalarni hidoyatga chaqirsa, u odamga shu hidoyatga ergashgan odamning ajridan hech nima kamaytirilmasdan ergash kuchining ajriga o'xshash ajr berildi. Kimiki gumrohlikka chaqirsa, chaqirg'uvchi odamga gumrohlikka ergashgan kishining gunohidan hech narsa kamaytirilmasdan ergash kishining gunohiga o'xshash gunoh bo'lib turdi. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh. Alloh taolo bu vaqtda mundoq degan: ular o'zlarining yuklarini va uningga qo'shib boshqa yuklarni, ya'ni o'zlarining gunohlarini va ozdirganlarining gunohlarini ustiga oladi. Qiyomat kuni ular o'zlari o'ydirib chiqqan yolg'on so'zlari uchun so'roqqa tortiladi. Mujohid bu oyatning ma'nosi haqida mundoq deydi: ular o'zlarining gunohlari bilan ularga itoat qilgan kishilarning gunohlarini qo'shib yuklab oladi va ularga itoat qilgan kishilarning azobi hech qanday yengillatilmaydi. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida
Nahl suresi tafsiridan 25. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.